biznesni seryoznisi sotuvga qo'yilyapti. Katta biznes bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga ushbu videoni ulashib qo'yinglar. Buxoro viloyati bo'yicha bunaqa katta neft ombori yo'q deyaptilar. Xususiy neft ombori sotuvga qo'yilyapti. Umumiy sig'imi 8000 tonnani tashkil qiladi. Neft, solarka, benzin va shunga o'xshash mahsulotlarni saqlaydigan ombor 5, 4, 3, 2 va 1, ya'ni 5 ta katta rezervuar va 10 ta kichkina rezervuarlarga ega. Oldidan temir yo'l o'tgan. Mana bunaqa alohida joylar ham tashkil qilib qo'yganlar. Vagonda kelgan mahsulotlarni maxsus apparatlar orqali mana shu rezervuarlarga to'ldirilar ekan. Kiraverish qismidan har qanday yuk mashinasi kirib, mahsulotlarni olib chiqib ketishiga hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Undan tashqari oldiga borib ko'rsatamiz. Ofislari, qarovulxonalari bor. 4 tomoni devor bilan o'ralgan bo'lib, bir qancha kameralarga ham ega. Ya'ni kuzatuv tizimi bilan to'liq jihozlangan joy. Manzili bo'lsa agar Kogon tuman Zirabot mahalla mel kombinat oldidagi o'sha biznesmenlar, tadbirkorlar shug'ullanadigan zona. Ana shunaqa joy. Ikkita mana bunaqa tepadan turib kuzatadigan mayoqqa o'xshash narsalar ham qurib qo'yilgan ekan. To'liq standartlarga javob beradi. Litsenziyalari bor. Shu holatida ishlab turganini shunagina nomlaringizga o'tkazib beradilar. Bu yoqda maxsus yotoqxonalari bor va tashqarida alohida sanuzel qilib qo'yganlar. Hojatxona, yuvinish xonalariga ega. Ichki sharoitlariga to'g'risi 5 ketdim. Hammasi mehmonlar va shofirlar uchun qilib qo'ygan ekanlar. Tepa tomonlari binoyimizni shifr qilingan. Bu yoqda mana 5 ta yotoq, hammasi jihozlangan. O'rtada mana bunaqa xon taxtalar, qandillar, remontlarni ham zo'r qilib qo'ygan ekanlar. Konditsioner, televizor, xolodilnik, gilam hammasi mavjud. Barcha ichidagi shu jihozlari bilan birga, texnikalari bilan birga beramiz dedilar. Bundan tashqari alohida ofisimiz ham bor. Hozir oldiga borib davom etiraman. Ofisimizni o'zi alohida dunyo, kottejday qilib qurilgan. Bu yoqda direktorning xonasi, katta xona, ichidagi barcha stol, stul, mebellari bilan birga deyarli foydalanilmagan katta konditsionerlar, mana bunaqa katta smart televizorlar, yumshoq mebellar qilib qo'yilgan. Bu yoqda idealni ofisni stol proyektlari bilan va orqa tomonda o'zini sanuzel xonasi va yotoqxonasiga ega. Ichkarida yotoqxonalari, derazalari bor. Bu yoqda esa sanuzel xonasi, dushovoy kabinalargacha qilib qo'ygan ekanlar. Alohida yana katta oshxona, buxgalteriya xonasi hammasi tashkil qilingan. O'gandan keyin shu yoqda bemalol yashasa ham bo'lar ekan. Bu buxgalteriya xonasi. Ko'rib turganlaringiz. Davom etamiz. Mana bu yoqda даже uchastkalarda ham yo'q, katta oshxona. Bitta baho beramiz. Kuxona garniturlar. Bu yoqda xolodilnik, gaz plita, moyka hamma sharoitlar qilgan. Bitta stol, stul yoki uголок qo'ysalaringiz bo'ldi. Oxirida katyolxona tashkil qilganlar. Umuman olganda shu yo'qni o'zini oshxona qilib turib, u yoqda yana bitta yotoqxona, xona tashkillashtirsalaringiz bo'ladi. Bu yoqda alohida unitaz, nasos va bunaqa narsalar va ikkita katyol va bitta suv isitgich o'rnatilgan. Nasos xonani ham hozir ko'rsatib o'taman, ya'ni shu keladigan mahsulotlarni tortib mashinalarga yuklab beradigan nasos xonani. Rezervuarlarning oldida alohida nasos xonasi bo'lib, kelgan mahsulotlarni mana shu rezervuarlarga joylaydi va rezervuarlardan olib mashinalarga yuklaydi. Mana ko'rib turibsizlar, 3 ta katta nasoslar o'rnatib qo'yilgan, barchasi ish holatida turibdi. Kelib tekshirib ko'rib olsalaringiz bo'ladi. Egasini raqamlari bilan lokatsiyani pastda qoldirib o'tyapmiz. Bemalol aloqaga chiqib, kelib ko'ringlar va tayyor mana shunaqa seryozni biznes izlab yurgan tanishlaringizga tezda ulashib qo'yinglar. Mana bu binoyimizni tashqi ko'rinishi bo'lsa agar, binoyimizdan tashqari bonusiga maxsus baliqxona hovuzini ham qo'shib beradilar. Bu yoqda ham kattagina mana shunaqa hovuz tashkil qilib qo'ygan ekanlar o'zlari uchun. Bu yog'i bizneslar lokatsiyasi. Ayni damda turgan joyimiz Gazlinskiy betonka yo'li. Mana shu yo'l Gazli, Xorazm, Qoraqalpoq, kerak bo'lsa Rossiyaga ham o'tib ketadi. Chilong'i Chorraha qismida turibmiz hozir. Romitan tuman hududiga tegishli. Shu yoqdan ikkita katta binoyimiz sotuvga qo'yilyapti. Orqa tomoni bilan birga umumiy kadastrda 1,5 gektar joyi bor. Oldidagi mana bu parkovka yoki boshqa turdagi bizneslaringizni tashkillashtirsa bo'ladigan joylari bonus sifatida qo'shib beriladi. Binolarimizga to'xtaladigan bo'lsak, ayni damda ichida turgan binoyimizni uzunasi 29 metrni, eni bo'lsa agar 60 metrni tashkil qiladi. Ya'ni 1000
700 kvadratdan oshiqroq deyarli 18 sotixga yaqin birinchi qavatini o'zi. Undan tashqari xuddi shuncha maydonga ega podvali va xuddi shuncha maydonga ega ikkinchi qavatlari ham bor. Shunda bu binoyimizni har bir qavati 1740 kvadratdan bo'ladi. Yonida yana bitta ikkinchi binosi qurilgan. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Ikkinchi binosini, xo'p, eni bu binoyimizni xo'p, yon tomoni tashkil qiladi 16 metrni, uzunligi bo'lsa agar 35 metrni, umumiy maydoni bitta qavati 540 metr kvadrat, 540 metr kvadrat podval, 540 metr kvadrat ikkinchi etajlari ham bor. Ikkita bino umumiy 7000 metr kvadratga yaqin va bundan tashqari orqa tomonda alohida yer maydonlari ham bor. U yo'qni ham o'tib ko'rsatamiz. Hozir podval qismiga tushdik. E'tibor beramiz, podvallarda ham sifatli SV bloklar ishlatilgan bo'lib, monolit qilingan ekan, monolit qilingan. Balandligi podvali ham 3 metrga yaqin, plitalar bosilgan. Ko'rib turibsizlar, bu yoqda regel stoykalarda ham sifatli sement mahsulotlaridan foydalanilgan, barcha standartlarga javob beradi. Yon tomondagi bino ham xuddi shunaqa ko'rinishga ega. Endi o'zi sizlarga bitta tashqi tomonini ko'rsatib o'taman. Orqasida juda ham katta yer maydoni bor. Umumiy kadastri 1,5 gektar va oldidagi bo'sh joylari qo'shib beriladi. O'zi bitta oldidan ham ko'rsatib videoni yakunlayman. Kimga qiziq bo'lsa agar egasini raqamlarini qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Bu yoqda turgan shlaka bloklar hozirgi kunda arendatorniki shlaka blok chiqaradigan apparat va shlaka bloklarni bu yoqdan olib bo'shatib beradilar. Ikkita tayyor bino. Old tomonini ko'rsatamiz. Binoyimizning old tomon ko'rinishlari mana shunaqa bo'lib, ko'rib turganlaringizda bir qancha panoramli vidga ega magazinlar tashkil qilib qo'yganlar. Mana bu bir qismini o'zi aslida tekstil qilmoqchi edik, ikkinchi tomonda savdo majmuasi tashkil qilmoqchi bo'lganmiz dedilar. Shuning uchun shunaqa ko'rinishga keltirib qo'yganlar. Bu yoqda birinchi darvozaxonasi bo'lsa, narigi tomonda ikkinchi darvozaxonasi. Mana shu umumiy oldgi fasadning uzunligi 100 metrdan oshiqroq, o'rtada yana bitta darvozaxona qilishga mo'ljallab joy qoldirib o'tganlar. Mana bu yoqda esa o'sha aytganimday Gazlinskiy shassi betonka. Kimga qiziq bo'lsa, egasi raqamlariga murojaat qilib kelib ko'rsalaringiz bo'ladi. Qarshimizda ko'rib turgan mana shu 4 qavatli binoyimiz sotuvga qo'yilyapti. Binoyimizni 300 metr kvadrat podvali, 300 metr kvadrat birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qavatlari hammasi 300 metr kvadratdan, qurilishi to'liq yakunlangan, fasad qismlari travertin, alikafon va shifrlarda chiroyli ishlovlar berilgan. Bu yoqni xohlasalaringiz restoran, xohlasalaringiz klinika, o'quv markazi, institut yoki jiloy kompleks sifatida foydalanishlaringiz mumkin yoki mehmonxona ham qilish mumkin. Yana o'zlaringiz bilasizlar, qanaqa turdagi bizneslaringizni qo'ymoqchi bo'lsangiz bemalol yo'lga qo'ysa bo'ladi. Oldida juda ham katta bemalol 40 yillikda mashina sig'adigan parkovkasiga ham ega. Manziliga to'xtaladigan bo'lsak, Red Star zapravka ko'pchilik yaxshi biladi. Shunagina Buxoro City'ning oldida mana 10 qavatli binoyimiz Buxoro City'da joylashgan. Bu tomonda shahar elektrosvet ko'pchilik yaxshi biladi mana. Shahar elektrosvetning qarama-qarshisida yo'lning yoqasida joylashgan. Turli xildagi bizneslaringizni amalga oshirishlaringiz mumkin. Joyi tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'zi bitta ichini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mana bu binoyimizning podval qismi. Ko'rib turibsizlar, anchagina katta podval, visoko potolochni qilingan ekan. Endi birinchi qavatga ko'tarilamiz. Mana bu esa birinchi qavati. Ko'rib turganlaringizda gipsokartonlar urilgan, steshka shkaturkalari qilingan. Orqa tomonda derazalarda, ya'ni fortishkalari bor. Oldi tomoni esa panoramli ko'rinishga ega. Bemalol reklamalaringizni ursalaringiz bo'ladi. Bu o'rtada turgan joyi podez, ya'ni zina qismi. Elektromontajlari ham qilib qo'yilgan. Endi o'zi keyingi qavatga ko'tarilamiz. Old qismlari ham e'tibor beringlar, kafillar qilib taxlab qo'yilgan ekan. Faqat parkovka qismini taxlab olsalaringiz bo'ldi. Bu yoqda keyingi qavati. Bu ham splashnoy plashatka ko'rinishida turibdi. Dal shuna 3-4 qavatlarni tashkil etadi. Mana shu bino sotuvda biznesmen tanishlaringizga ulashib qo'yinglar videoni, xudo xohlasa foydali bo'ladi. Xo'p, narxi masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, egasini raqamlarini qoldiryapmiz. Bemalol o'zlariga aloqaga chiqib narxlarini so'rab olsalaringiz bo'ladi. Yetmagan puliga mashina, kvartira hisoblab oladilar yoki bo'lmasa binoni o'zini taqiqqa qo'yib, greta 40-50% pulini kreditga chiqarib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Obyektimizni birinchi kirish qismida turibmiz. Mana shu yerda darvozalar bo'ladi. Bu birinchi katta darvozasi, yonda qorovulxonasi bilan birgalikda. Bu yerda alohida mehmonlar uchun, ofis uchun
kottej stilida ham bitta qurilish qilib qo'ygan ekanlar. Ichida bir 4-5 ta xonalari bor. Orqa tomonda mini qo'ytanlari bor. Maxsus shu chorvachilikka ixtisoslashgan, o'zi umumiy joyimiz to'liq chorvachilikka ixtisoslashgan 1,5 mingta mol hamda 1000 taga yaqin qo'y boqish salohiyatiga, imkoniyatiga ega. Mana shunaqa ko'rinishdagi zakriti qishki qilsa bo'ladigan bokslarimizdan 6 tasi bor. Hamda mana bunaqa katta ochiq qo'ytan alohida, hamda har bitta boksimizni ikki yon tomonda qo'ytanlar uchun sharoitlar, joylar qilib qo'yilgan. Orqa tomon zavodlari, bu yerdan videodan sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Orqa tomon zavodlari ham anchagina katta. Umumiy maydoni video boshida aytganimdek 4,5 gektar, ya'ni 450 sotixni tashkil etadi. Oxirlari tashkil etib qo'yilgan. Qo'ytanlar tashkil etib qo'yilgan. Xo'p, birinchi nimamizdan bitta ko'rsataman sizlarga. Birinchi qurilgan mana shu mol ayvonimizdan bitta ko'rsataman sizlarga, keyin oxirroqdan ham bitta ko'rsatib o'taman. Gaz, svet, suv, umuman muammosi yo'q. Keyin bu yana bitta narsani inobatga olinglar. Qanaqadir noqonuniy yer emas, hamma kadastr hujjatlari joyida bo'lgan, to'liq qonuniy yer, ya'ni 100% nomlaringizga o'tadi. Xohlasalaringiz olib, boshqa biznes sifatida foydalansalaringiz ham bo'ladi. Sklad qilasizlarmi, ishlab chiqarish qilasizlarmi, kottej qurasizlarmi, любой xil turdagi biznesni amalga oshirsangiz bo'ladi. Mana shunaqa ko'rishda juda ham katta-katta mol ayvonlariga ega. Hozir davom etamiz va yana bir ikkitasini ko'rsataman sizlarga. Bu yoqda qo'y boqsalaringiz bo'ladi, ot boqsalaringiz bo'ladi. Любой xildagi chorvachilik ishini amalga oshirishlaringiz mumkin. Hamda alohida o'zini yana mana bu somon, beda yoki o'sha mol ovqatlarini g'amlaydigan omborxonalari saqlaydigan skladlar ham mavjud. Keyingi mol ayvonimiz shunaqa ko'rinishda, o'rtasidan bemalol traktorni tilichkasi yoki yengil avtomashina kirib chiqa oladi. Oxirlari tayyor holatda. Bu yoqda har bitta ayvonimizning ichigacha shirin suv liniyalari keltirilgan ekan, ya'ni vodoprovodni suvdan emas, shirin suvdan ichadigan sharoitlar qilib qo'yilgan shu jonivorlar uchun, hayvonlar uchun. Ikkinchi darvozaxonasi yonida o'sha shirin suvni g'amlab qo'yish uchun ham alohida mana shunaqa katta 5-10 tonna matofda suv oladigan konteynerlari va bu yoqda yana alohida qarovul xonalariga, o'sha ishchilar uchun maxsus joylariga ega. Bu yoqda qaranglar, zimniy molxonalar faqat qishda salafan tortib yopiladi. Oldida letni qo'ytanlari bilan birgalikda sharoitlari tashkil qilib qo'yilgan. Umuman olganda hamma qulayliklari bor. Yaqin-yaqingacha mol boqilgan. Xohlasalaringiz molxona qilinglar, xohlasalaringiz boshqa o'zlaringizni bizneslaringizni yo'lga qo'yinglar. Любой xil biznesga tushib ketaveradi. Orqa tomonda ham o'zini darvozaxonalari bor ekan. O'rtada yana bitta o'sha sklad qilish uchun joy boshlab qo'yganlar, lekin o'sha sharoit yuzasidan to'xtatib qo'yilgan ekan. Bu so'nggi ayvonimizni o'z ichidan ko'rsatib o'taman sizlarga. So'nggisi va eng kattasi mana shu hisoblanadi. Buni ham o'rtasida juda ham katta joy qoldirilgan, oxirlari bor. Kimga qiziq bo'lsa, agar pastdagi raqamlar bilan lokatsiyasini qoldirib o'tamiz, bemalol aloqaga chiqasizlar. Yetmagan qismiga barterga mashina, kvartira ham hisoblab olishlari mumkin. Aloqaga chiqib o'zlari bilan aytib eshitib ko'ringlar, balki o'zini kredit qilib olish imkoniyati ham bordir. Qo'llaringizda bir 50-60% pullaringiz bo'lsa agar.